Obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Issiqlarda qiynalmasdan. Mana yana chiroyli partiyalardan kelib bo'ladi. Hop. 18 bosh molimiz bor. 8 tasini ovoz qog'ollari xunojin. Xudo xolasa narxlarni yengil qilib bomba qilib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, Chorva YouTube ishqibozlari, xunojin va buqa ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, 30-iyul manzilimiz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tuman Saroyda. Videoda boshidan malol kelmasa, bir donadan like bosib, videoda oxirigacha tomosha qilib turasiz. Qo'ldan kelgancha narx-navolarni yoritib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, o'sha arzonchi Rustamjon akani Go'lar Doston akamizdan to'liq ma'lumotlar beramiz. Assalomu alaykum. Hashimboy, mazza yaxshimi? Charchamang. Nima gap? Kunlarni yaxshi boshlab olib. Obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Issiqlarda qiynalmasdan. Mana yana chiroyli partiyalardan kelib bo'ladi. Hop. 18 bosh molimiz bor. 8 tasini ovoz qog'ollari xunojin. Xudo xolasa narxlarni yengil qilib bomba qilib beramiz. Bo'ldi. Qaysi tomondan ketamiz? Xunojinlardan boshlayveramiz. Bo'ldi. Nechta qo'yamiz birinchisiga? Hop, birinchisiga 9 ta qo'yar ekanmiz. Bo'ldi. Bir qator bunday o'tkazib qo'yamiz, baraqlab. Bo'ldi. Mana buni birinchisiga shvetimiz. Mana shu orasiga o'tib olib, mana endi yoqqa qaratib surib ketaveramiz. Hech qaytaga tegmaymiz, belini ham urmaymiz, hamma yog'i cho'tka holatda. Birinchisi obunachilar. Mana bu mana ikkinchisi mana. Mana bu ikkinchisi. Mana bu uchinchisi. Mana bu uchinchisi. Mana bu gibridimiz to'rtinchisi. Mana bu olamiz 5-inchisi. Olasi 5-inchisi. Mana shvetimiz 6-inchisi. Mana bu 7-inchisi. Mana bu targ'ilimiz. Sal suring orasini ochinglar. Targ'ilimiz mana 8-inchisi. Bu o'zi arqonda turmagan haligina qilgan ekan. Mana bu mana 9-inchisi. 9-inchisi. Uka hammasini bir boshqatdan ko'rsatib ko'rasiz mana. Mana bu yerda bunaqa gibridlardan ham bor mana. Ularni ham hozir yechib ko'rsatib, qaysi bittasini bo'lsa ham yechib ko'rsataveramiz uka. Behijolat. Kelgan obunachilar videoda ko'rishgandan keyin qaysi biri ma'qul kelsa telefon qilinsin. O'zini addenni yurgizdirib, aylantirib, suv ichkizdirib, hashah yedirib ko'rsatib, video qilib beraveramiz o'zlariga. Gibrid ishqibozlar uchun bir dona ichidan gibridi. Mana gibrid. Mana obunachilar. Xo'sh, bo'ylarini nechidan nechigacha beramiz bularni, Doston aka? Uka bo'ylari 90 dan 95 gacha. 90 dan 95 gacha. Ha. Ash ikkinchi dona ham yechinchi? Mashimi? Bunisini. Ash. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon qilaverasiz, aytilgandek telefon qilsin, beriladi. O'zlarini addenni qilib beraveramiz. Mana. Xudo xolasa donaga desangiz donaga, optumba desangiz optumba ketaveradi. Ketaveradi. Bularda qara qonlari ham chiqib turibdi. Yeb ichishlari sulus bilan somondan aralashgan ikkosidan dravelkadan chiqarib qo'yamiz-da, sinovdan o'tdi. Yana sinovlari bor. Yana 7 kun xudo xolasa kafolati bor, bemalol sinov olishaveradi. Bo'ldi. Dastlabkamiz Vodiy Toshkent bo'ylab. Hammasini kelishib olsak O'zbekiston bo'ylab. Bo'ldi. Qilib beraveramiz uka. Narxini gapiraylik. Buni bo'yi nechidan nechigacha dedingiz? 90 dan 95 gacha. Ketdi. Uka mayda chuda qilmaymiz. Hammasini bir joyga oldim degan odam 10 million 300 dan berishaveradi. Qancha? 10 million 300 dan. 10 million 300 dan? Ha. 10 million 300 dan Doston aka, o'ta qimmat narx aytib berdingiz aka. Nimaga qimmat aytaman uka? Qo'lda berinish. Siz qo'lingizni ushlab gapirmasa bor. Aynaqa qimmat aytadigan odatingiz bor-da siz. Ya o'zi juda chiroyli. 9 ta. 9 tasini aytyapsiz o'zi. Ag'da yana xunojin qolyaptimi? Yo'q, qolgan novoslar. Qolgan novosmi? Bitta mayda mana bu yedinimiz bor. Uni novosmi xunojinmi u nariga? Novos ekan. Novos. Xunojinga o'xshab ketgan. 9 tasini gapiring bo'pti. Bo'ladigan narxini. Bo'pti uka, mayda chuda qilmayman. Mana ertalabda obunachilar maza qilsa 10 milliondan bir joyga olishaveradi. Juda zo'r narx bo'ldi endi. Ko'ngilga tushdimi? Tushmadi. Hali ham tushmadimi? Yaxshi narx aytdim. Men ham yomon deganim yo'q. Tushasiz hali yana ancha tushasiz menimcha. Bo'ldi, qaram, bunday ish qilamiz. Bitta gapiraman uka. Hammasini bir joyga oldim degan odam telefon qilsin. 9 million 800 dan olsin. Tanlab olishga 200 mingdan pulisi bor. Telefon qilsa ishlarni bitiramiz uka. Endi mana voy uka 90 dan 95 gacha. Qaysi birini tanlab olsa ham
200 mingdan pilosi bor. Qaysi birini tanlasa ham addinni ham sotamiz. Bo'ldi. 9 tasini ketdi 9,5 dan. Yo'q, unda mazam qochib qoladi. Qochmaydi. 9,5 dan bering 9 tasi bir joyga ketdi. Tanlab olishga pulini aytib ketamiz. Bering tezsiz bo'ling, o'ylanmang, hozir quyosh ham tushib qoladi. O'zi 5 minutga qarab ketyapti 9 tomon. Bo'ldi. Gapiring. Uka, hali qilmayman, lekin yaxshina mana seni lavzing, obunachilar hurmati. 9 million 700 dan mana hammasini bir joyga ol. Yo'q, uka 9,5 dan, uka meni ham mazamni qochirma. Bering 9,5 dan ketdi. Ya zo'r hali qildim. 9 million 700 dan ichidan sug'urib olishadi. Yo'q, unda uka, unda bizga molda yapga bari yong'oq shaqillashib qoladi. Xolos unda bizga bo'lmaydi. Keng berasiz. Ya o'zi zo'r narx aytdim. 9 million 700 dan olsa 9,5 dan ketdi. Baraka. 9,5 dan ketdi bir joyga 9 tasi. Bo'ldi, gap yo'q. Seni lavzing hammasini bir joyga oldim deganga 9,5 dan telefon qilishaversan 10 milliondan tanlab olishaveradi ichidan. Qaysi birini olsa ham, masalan, gibridmi, olami, shvedmi, qaysi birini tanlasa ham 10 milliondan olishaveradi. 10 millionni olishmaydi. 98 dan ichidan sug'urib olishadi. 97 desam yo'q dedingiz. 98 dan ichidan sug'urib olishadi. Barakasi. Ketdi. Olsin. Ichidan xohlaganingizni 9 million 800 ming so'mdan hurmatli Ammo narxni yomon sindirdim. 9,5 million so'mdan hurmatli obunachilar telefon qilasiz, da xolasa chiroyli qilib yana hayriga sunnatiga o'tib beradilar. Voy. Bu bir dona yirigidan ekan. Ya bu mana. Bir dona yirigidan. Bo'ldi. Baqa tortinchi bu telefonga quyosh tushib qolyapti. Mana. Yiriqroq variantidan bir dona. Bo'ylari 1.5 ku. 1.5. Ha. Narxi buni. Narxini so'ramaydigan qilib gapiring, yuramni siqmasdan meni ham obunachilar ham vaqtini olmasdan. Bitta aytaman narxini. Gapiring. Bitta o'zi ekan bu. Ha, u vali qilmayman. Qoladi qancha bitiraylik. 12 million berishsan, telefon qilsan, ishlarni savdosi bor, barakasini bersin. 12 million so'm hurmatli obunachilar savdosi bor. Bo'ylari 1.5. Bo'ylari 1.5 da. Hop, uka endi qara, novoslarga keldik. Mana bu bitta yedinimiz bor. Mana shuni o'zini addinni qo'yamiz. Yakka ekan bu. Ha. Mana shuni senga xunojin narxida qo'yib beraman, uka. Novos ko'raver. Xunojinni narxida qo'ysangiz, hozir qo'shib beravermadingiz bu xunojinga? Ya bu endi bir erkak-ku. Ko'ramiz. Hayda ver, o'tib beraver, hayda. Ko'ramiz hozir. Mana uka. Ketdi mana bir dona. Hayda. Baylanglarchi? Hayda. Uka buni ham so'ramaydigan qilib aytaman. Aha. Ash xunojin narxida 12 million berishsan olishaveradi. Telefon qilsan savdosi bor, o'tib beramiz. Barakasini bersin. Molni ko'rsatib qo'y, yaxshilab. Mana obunachilar. 12 million so'm savdosi bor. Yaxshi. Kami ko'p obunachilar. Endi qara uka. Mana shu 5 tasini bitta qo'yamiz. Aha. Birinchisiga. Mana bu birinchisi. Mana bu ikkinchisi. Aha. Bak uchinchisi. Uchinchisi. Ha. Mana bu to'rtinchisi. Mana bu beshinchisi. Shvedlar. Beshinchisi. Mana shu bittani shuni mana shu yoqqa bunday suraversangiz ekan, bunday qilib ko'rsatib ketamiz, to'liqroq qilib. 5 tasi. 5 tasi. Bo'ylari. Xo'p, bo'ylari uka 92 dan 95 gacha. 92 dan 95 gacha. Ha. Men oyoq kuygan to'q qo'shaqdan baq borib kelaverasiz. Men ham yomon qochirdim xunojirlarda. O'zimga kelmayapman. Bir joyda tura olmayapman. O'zimga to'xtama oyog'imdan baq borib kelyapti. Gapiring 5 tasini. Uka bir joyga oldim degan odam 13 million berishsin. Bir qo'ra bo'ldi mana. Dangalni gapiring oxirini. O'zi yaxshi narx aytdim uka. Bo'ldi yana tushasiz-da. O'zi ona ular yetadi, ona ulardan ancha mazani qochiramiz. Bu u xunojin edi, bu novvos. Gapiring. To'g'ri. Oxirini gapiring, videoga cho'zilib ketyapti. O'tmayadi, boshqa bo'lmadi deyishmasin. Oxiri gapingizni gapiring. 12 million 800 berishsin. 12,5 dan ketdi bir joyga. 12,5 dan? Ha, 12,5 dan ketdi bir joyga. Barakasini bersin. Ash obunachilar olib maza qilib boqsin. 12,5 million so'mdan hurmatli obunachilar savdosi bor. Savdosi bor uka, ishni bitiramiz. Kommentariyani yozib, otangga rahmat deb kommentariyani yozib, like bosib qo'ysin, ishni bitiraveramiz uka. Ash kommentariya ham, like ham ancha narx tushirib beradi. Aytadi, yaxshi gapirib,
yarim pulga olib qo'y O'sha deyishadi-yu. kommentariy ham o'qiyapsizmi o'zi? Nimaga o'qimaymiz? O'qiymiz uka. Kecha Videomiz bo'lgandan keyin o'qiymiz ularni. kecha avval kunimi yozishdi aka, ko'rgan bo'lsangiz. Otangga rahmat, otangga Yo, rahmat. padishka qilishyapti. Gap yo'q. Padishka qilishyapti. Haqiqatan Haqiqatan padishka arzon qilyapti. ekan. Obunachilar kattakon rahmat. Mana shunaqa mollardan og'illarni to'ldirib boqinglar. Bo'ldi. Ketdi keyingisiga. Keyingisiga mana shu ikkitasi. Mhm. Mana uka. Qayam qochib turamiz, mana shu birinchisini ko'rsatib qo'yinglar. O'zi juda chiroyli turishibdi. Birinchisi, aha. Old orqa boshlarni bemalol hali qilib ko'rsatib Ikkinchisi qo'yaman. obunachilar. Bo'ylari nechiga chiqadi, nechiga berasiz bo'ladi? Uka 1 plyus. 1 plyusda. Ha, 1.5 chiqadimi, 1.4 chiqadimi? Olishaveradi. Mhm. 1 plyusga. Bo'ldi. Metr bormi? Shunday metr 2 metrda. Metr Bo'ldi, bo'lsa mana yapti, o'lchab mana shu qo'yamiz. Qiziqishga bir o'lchab ko'raylikchi. 1 plyusda deb berdilar, bir ko'raylikchi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Sal bo'yindan pastroqqa ham tushirib o'lchavering a. Ha, o'sha O shoqidan o'lchamasdan. Bo'ldi, mana bag'idan o'lchang bo'ldi, bag'idan. Ayda uni sal balandlik yer bor-da, o'lchab bo'lmaydi. Unda Aqa suraverasiz-da. obunachilar emas, bizga plyus bo'lib qoladi-da baland o'g'alib uchun. Shuncha aqa surasiz-da. Uka 1.2 ga 1.4 ekan. 1 plyus dedimmi, 1 plyusga olishaveradi. Bo'ldi. Ketdi jupiga. Uka jupiga bo'ladigan qilib aytaman. Ikkosini bir joyga oldim degan odam 30 million bersin, olsin. Barakasini bersin. Savdosi bor. Telefon qilsan uka, voy. Hurmatli obunachilar, 15 million so'mdan narx aytildi. Jupiga xudo xolasa telefon qilasiz, savdosi bor. Doston aka, bugunga shular xudo xolasa yangi partiyalar qachon keladi? Yangi partiyalar shular sal yengillatsa, xudo xolasa keladi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, kimga sifat sorti, narxlari ma'qul kelgan bo'lsa, albatta sanoq bo'yicha aytaverasiz. Telegramdan addenda qilib syomkalarni qilib beriladi. Albatta hammasini aytilgan narxlarning savdosi bor. Bemalol telefon qilib savdo qilib olaverasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Bir donadan like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Har doim sizlarga mana shunday pul arzonlardan, zo'rlardan chiqarib borishga harakat qilamiz.